Hamyonbop 3 xonali novostroykamizni bu dvorini ko'rinishi o'rtoqlar, ana endi esa uyning ichiga marhamat. Bu uyimizning qo'l qismi bo'ladi. O'rtoqlar, ahamiyat beringlar, remontimizga qalay chiqdi, fikringlarni kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bu yoq tomonimizda esa spalnya xonamiz bo'ladi. Spalnya xonaga ham ahamiyat bering. Hamma sharoit qilib qo'yganmiz va mazza qilib, duo qilib yashasangiz bo'ldi. Bu yoq tomondan balkonga chiqsa bo'ladi. Bu yoqdan chiqishimiz bilan o'ng tomonda bolajonlar uchun qilingan xonamiz. Bu yoqga ham ahamiyat bering, ko'ryapsiz. Hamma sharoit qilib qo'yganmiz. Siz kelasiz va mazza qilib, duo qilib yashaysiz. Bu yoqga chiqishimiz bilan ahamiyat bering. Mana shunaqa katta balkonimiz ham bor. Stolingizni qo'yib qo'ydingiz. O'tirib kofe ichib, farzandingiz pastda nima qilyapti, kim bilan o'ynayapti, hammasini ko'rib turasiz va balkondan mana shunaqa chiroyli manzarani har kuni o'zingiz o'z uyingizda mazza qilib kuzatib, tomosha qilib turasiz. O'rtoqlar, bu yoqdan chiqishimiz bilan to'g'rida birinchi sanuzelimizga joylashgan. Bu yerda esa birinchi sanuzelimiz. Qaranglar, qanaqa katta va kengini. Bu yoqdan chiqishimiz bilan opa-singillarimizning eng sevimli joyi, ya'ni kuxnyaga kirib kelamiz. Kuxnyaga ham ahamiyat bering, kuxniylarning o'ziga ham ahamiyat bering. Juda ham chiroyli tarzda qilganmiz. 6 kishilik stollarga chon qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqda esa alohida yana bitta hojatxonasi ham bor. Ko'rishinglar mumkin, ikkita sanuzel bo'lyapti. Bu yoq tomon esa podest tomondan kiraverish qismi mana shunaqa chiroyli yo'laga. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda Xon saroyi okean loyihasida joylashgan 3 xonali 11-qavatda D blok 566-kvartira, kadastr bo'yicha 71 kvadrat. Eng shirin joyi, narxiga keladigan bo'lsa, $84,900 so'raymiz. Agar mabodoga pulinglar yetmasa, yarmini ipoteka qilsanglar ham bo'ladi. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqib, uyimizni ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi.